Assalamu alaikum. Aleykümselam. Siz kim o? Ben Munira. Vaktimiz boz görüşsek bo'ptikan. Nima ishda? Siz bilan yuzdan ko'rishib deydigan gaplarim bor. Bu ikkimizning munosabati ayni vaqtda tuggan-ku deyman. Yana ko'rishib, qaralashishning menimcha hech qanday zaruriyati yo'q. Ko'nglimdagi gaplarimni tavaqi bir qitim fursat bersiniz. Ben axir qitim ko'rishimiz bo'lib qolsin. Bo'ldi. Yana yarım saatdan keyin ko'rishaylik. Sana işini yürüttümen, çin söйgi biriptimen. Sana işini yürüttümen, çin söйgi biriptimen. Al dedim, meni al dedim, ey bivapa bivapa. Al dedim, meni al dedim, ey bivapa bivapa. Söyküşümde bulsa yar, ben söymeymen temdiyat, ben söymeymen temdiyat. Sen söygümni har kıldın, öksüp yığlar bu hayat. Sen söygümni har kıldın, öksüp yığlar bu hayat. Sevgi versem bilmedim, akidemni al dedim. Sevgi versem bilmedim, akidemni al dedim. Özgelerning beg'ida bir qush bo'lib sayridi. Özgelerning beg'ida bir qush bo'lib sayridi. Unutup ketay bevafo, sana bergen söygümni, sana kuygan yürekni. Al dedin yar, al dedin, ey bevafo bevafo. Al dedin yar, meni al dedin, ey bevafo bevafo.
deb endi bek kechikdim. Seni men kechirgan bilanmi vicdonim kechirmaydi. Chunki sen ayni vaqtida boshqalarning mashinasini, mal-mulkini deb meni tashlab o'tganding. Bu vaqtida mening hech qanday narsam yo'qdi. Faqat sana bo'lgan samimiy mehr-muhabbat, seni chin yurakimdan yaxshi ko'radigan saf hissiyot bor. Lekin hozir hech narsani asar qolmadi. Hozir men sen qoldira olmayman. Faqat ayni vaqtida sen mendan ustun ko'rgan asl mashina, mal-mulk. Ben boshqa. Sana bu ülkenin yaşam rahmet olsun.